Diqqat, bu video asl kontentning tarjima va dublyaj qilingan versiyasi. Men asl videoning egasi emasman. Barcha huquqlar Kambotga tegishli. Bugun men ish kamroq bo'ladi deb o'ylagan edim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kambot. Iltimos do'stlar, menga bu ishlarni tugatishga qarashib oringlar. Chunki men bugun ishlashni umuman xohlamagan edim, lekin ish juda ham ko'p ekan. Mana o'zingizlar ko'ringlar, hamma narsa pishib bo'lgan. Daji kartoshka ham, mana sabzilar ham, hammasi. Bu daji bitta dona ish. Naryoni yig'ishtirishim kerak, bu yonni ham yig'ishtirishim kerak. Juda ham ish ko'p. Xullas, kechgacha ham tugamaydi. Yaxshi tezroq men ekinlarni yig'ib olaman. Qancha tez boshlasam, shuncha tez tugataman. Va endi hammasini tartib bilan qaytadan ekib qo'yaman. To'g'ri aytasan Kambot, hammasini juda ham tartibli qilish kerak. Salom mer, siz qayerdan kelib qoldingiz bunaqa kutilmaganda? Shunchaki o'zimni nimadir bilan band qilish uchun mana qishloqqa chiqib hamma joyni tekshirib yuribman. Tushunarli, lekin bu yoqda hech narsani tekshirish shart emas. Men bu yerda ishlayapmanmi, demak hammasi yaxshi bo'ladi. To'xta, hozir men bilan hammasi yaxshi bo'ladi do'stlar, lekin tartibsiz ekib chiqyapsan. Tushunmadim, buni qanaqa qilib tartibsiz ekish mumkin? Shundoq qo'lingizga olasiz va bitta bosasiz, bo'ldi-ku. Yo'q Kambot, buni farqi bor, sekinroq ekish kerak. Tushunarli, mana bunaqami? Yo'q Kambot, nima sen fermermisan o'zi? Nimaga senda yaxshi o'xshamayapti? Nima, shunchalik aqlli bo'lsangiz, oling, o'zingiz ekib ko'rsating. Yo'q, men faqat buyruq berishni bilaman. O'zingni olib boshqatdan qilib ko'r. Unda qani boring, boshqa ishlaringizni qiling. Menga xalaqit bermayman. Butun umrim davomida xuddi shunaqa qilganman. Bugun o'zi shundoq ham juda ham ishlarim ko'p. Siz menga faqatgina xalaqit beryapsiz. Kambot, qanaqa qilayotganingni sen tekis qilmayapsan. Sekinroq, tekisroq ekish kerak. Qanaqasiga notekis? Mana qarang, tekis-ku. Qanaqa qilib noto'g'ri ekish mumkin? Yo'q Kambot, yana boshqatdan urinib ko'r. Xo'p, mayli, mana tekisgina turdim. Aynan mana shu chiziq bo'yicha qarayman va mana ko'zim bilan o'lchab, mana ekdim, bo'ldi. To'ppa-to'g'ri, shunaqami? Kambot, senga shtraf. Nima? Qanaqa shtraf? Nimaga yana shtraf? Men senga tekis ekishni aytdim, lekin sen yana millimetrga qiyshiq ekib qo'yding. Bilasizmi nima? Unda men umuman ishlamayman. Bunaqa holatda. Menga ham senda tekischilik kerak emas unda. Sen ishdan haydalding. Juda ham ajoyib do'stlar. Eshitdinglarmi? Umuman ishdan haydadi. Endi kim qiladi ishlarni? Bilmayman, o'zim hal qilaman. Juda ham yaxshi. O'zingiz bilasiz, mayli. Bu hamma narsalarni oling. Bu aslahani ham oling. Qani ko'ramiz qanaqa ekar ekansiz. Yaxshi. Juda ham zo'r ishchi topildi bizga. Oy, sen bu yerda nima qilib turibsan? Axir men senga quduqni tozalashni aytdim-ku. Men tozalab bo'ldim hamma joyini. Qanunda ketdik, sen qanaqa tozalaganingni tekshiraman. Qani ko'ramiz bu yoqda bizda nima bor. Ko'rinishidan hammasi toza, to'g'ri, yaxshi. To'xtachi, bu nimasi bo'ldi? Nima topdingiz Meretda? Nima topganimni sendan so'rash kerak. Nimaga bu yoqda loy qolib ketgan? Qara kirligini buni. Men ishni tugatganimda bu narsa yo'q edi. Menimcha buni hozir kimdir qilib ketgan. Xo'sh, menga farqi yo'q. Bu quduq toza turishini senga mas'uliyat qilib berdim, lekin sen buni eplamading. Shuning uchun bo'ldi. Sen haydalding endi. Nima shu kichkinagina dars uchun bo'shatasizmi? Axir ozginagina loycha-ku, buni hozir tozalab qo'yaman. Yo'q, buni oldinroq o'ylash kerak edi. Endi boshqa yaxshiroq tozalaydigan odam topaman. Nimani ovozi bu yana? Nima qolsan sen shitar? Axir meni usta qilib ishga oldingiz-ku. Mana men uyda tuzatyapman. Lekin juda ham baland ovoz chiqyapti. Hatto men sen bilan gaplashayotganimda tuzatmay tura olasanmi? Men tuzatmasam kim tuzatadi unda? Ovoz chiqarmaydigan yaxshiroq kimdir tuzatadi. Bo'ldi, sen ishdan haydalding. Nima bu hazilmi? Hech qanaqa hazil emas. Bo'ldi, haydalding. Xohlagan joyingga bor. Nimaga axir bu qishloqda hech kim ishlashni bilmaydi? Nega? Tushunmadim, bu yana nimasi? Shitil, nima bu? Nimaga o'yindan tutib chiqyapti? Nima qilding o'zi? Eksperiment qilyotgandim, lekin ozgina o'xshamay qoldi. Qanaqa eksperiment? Yana kim senga eksperiment qilishga ruxsat berdi umuman? Umuman olganda siz. Men senga qishlog'imizga dorilar qilish uchun ruxsat berganman. Sen o'zi qanaqadir tutunlar chiqazib portlatib yuborsanmi, nima qilsan? Dorilar qani? Men shunchaki ozgina xatolik bo'ldi. Siz tushuning, bu hammasi bittada bo'lib qolmaydi-ku. Yo'q, men hech narsani bilmayman. Menga ular hozir kerak, shu yoqda. Men ular ustida ishlayapman. Menga yana ko'proq vaqt kerak. Bunaqa tez bo'lmaydi bu narsalar. Menga bu narsalar qiziq emas. Bo'ldi, ishdan bo'shading. Hali ham tushunmayman. Qanaqa qilib u meni shunchaki ishdan bo'shatib yuborishi mumkin? Aqldan ozganmi? Menimcha hozir uzr so'rash uchun keldi. Yigitlar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Kambot, senda qanaqadir ish yo'qmi? Bizani ishdan haydab yuborishdi. Nima, sizlarni ham haydashdimi? Bu nima degani? Nima? Sen ham ishsiz qoldingmi? Mermanni ham haydadi. Endi men boshqa fermer emasman. To'xtachi Kambot, bu nima degani? Men shunchaki hazillashayotdi deb o'ylagan edim. Endi hamma mana mevalarni, sabzavotlarni kim ekadi? Kim bizani ovqatlantiradi umuman? Juda ham yaxshi savol. Men bilmadim. O'zi sendan yaxshirog'ini topaman dedi. Menga ham xuddi shunaqa dedi. Nima, u hammani ishdan bo'shatib yubordimi shunda? Aytishlaricha u qishloqda yurib hammani bitta ishdan bo'shatib tashlayotgan ekan. Bugungi nima bo'lgan o'zi? Qanaqadir ari chaqqan olganmi? Juda ham katta va vahshiy ari chaqqan bo'lsa kerak. Mayli, menimcha u keyinchalik tushunib qoladi. Men hattoki bu hammasi qanaqa tugashini o'ylashga ham qo'rqyapman.
1 oydan so'ng. Qani chapga tezroq yo'q adashib ketdim. O'ngga ekan, o'ngga. Oy yo'q. Ha, bo'ldi yutqazdim. Oy, qo'rqib ketdim. Nima edi bu? Kim bunaqa baland aksirdi? Qani chiqib ko'raychi. Ekinimda kimdir bormi? Nima bo'pti o'zi? Apsha, nimaga banda ishlar o'xshamayapti? Nimaga o'zi kapotni qaytadim? Hoppa, betda nima bo'pti mer? Apsha, kapot menga yaqinlashma. Men kasal bo'lganman. Nega unda oqjitildan dori olmadingiz? Ha, oqjitilda apsha, bir oy oldin ishdan bo'shatganman-ku. Ha, tushunarli va bu yoqqa qaraganda yaxshi ham men ishdan bo'shatganga o'xshaysiz. Sizda hammasi o'xshatdi shekilli. Kapot mana zararli o'tlarni apsha qanaqa qilib olib tashlaydi? Ular hamma narsani buzishdi. Mer, shunchaki millimetrgacha tekis ekib chiqing. Shunda sizda hammasi o'xshaydi. Nima, sen hozir meni ustimdan kulyapsanmi? To'g'risini aytsam, ha, nima bu yoqqa daji suv quymabsiz? Suv qo'ydim, lekin u parlanib ketyapti tez. Ha, nega unda yerni tagidan suv oqadigan narsa qilmadingiz, xuddi menga o'xshab? Ha, to'g'ri. Kapot xohlamaysanmi? Nima, yana ishlashnimi? Yo'q, hammasini o'zim eplayman. Ha, yaxshi, unda omad. Men sizga xalaqit bermayman buni qaranglar do'stlar. U juda ham zo'r eplayapti. Menga juda ham yoqdi. Bekor kapot ketib qoldi. Ha, mayli, ketdim endi ariqni tozalayman. Chunki bu yerda hech narsa qila olmayapman baribir. Qani ko'ringchi o'zi bu yerda nima bo'pti? Nima qani bu yerda suv? Oy, bo'lay, tushunmadim. Qayerga ketib qoldi bu yerdagi suv? Oppa, kimdir bu yerda hammasini o'zi hal qilyapti. Shunaqami? Unaqa turmasdan yaxshisi menga yordam ber. Ha, albatta. Faqat meni ishga olishga va'da berganingizdan keyin. Nima, tuya hammomni orzu qilibdi. Ha, tushunarli. Unda mayli, men ketdim. To'xta, qayoqqa ketdingiz? Bo'lmasa meni chiqarib yerdan. Ha, mayli, qanaqa qilib chiqsam bo'lar ekan? Hoppa, hop. Ozgina qoldi. Apsha, oy, yo'q, yana qanaqa qilib tushib qoldim. Yana harakat qilib ko'raman. Hop, oppa, chiqdim. Yaxshi ish bo'lmadi. Juda ham kirakkan bet. Ha, mayli, ketdim. Ozgina dam olishim kerak endi. Hop, men kasalman, dam olishim kerak, lekin negadir eshik ochilmayapti. Axir men siyohrashidani ishdan bo'shatdim-ku. Endi hech kim qolmadi eshiklarni tuzatadiganim. Mayli, o'zim qilaman. Ozgina qoldi. Yordam beringlar. Voy, eshik bosib qoldi. Shu, bu qanaqa bo'ldi o'zi? Kimdir yordam bersin, iltimos. Kim bor, qutqaringlar. Mer, sizmi bu? Men boshqa chidolmayman. Yam-yashil bo'lib qolibsiz-ku. Sizga dori kerak hozirroq. Seni ishdan bo'shatganman-ku. Kamiga sizda eshik bosib qolibdi. Yuring tezroq meni uyimga, yordam beraman. Juda ham zo'r bo'pti. Chiqib aylansam ham bo'ladi. Hech qanaqa ishim ham yo'q. Qani nima qilyapti ekan mer? Qaraganda eplaganga o'xshamayapti. Kimdir telefon qilyapti. Qiziq, kim ekan? Ha, Oqjitil-ku. Alo. Salom, kapot. Men bu merman. Iltimos, Oqjitilni uyiga kela olasanmi? Oqjitilni uyiga? Ha, mayli, hozir boraman. Bo'pti. Do'stlar, nimagadir Oqjitilni telefonidan mer telefon qildi. Balki nimadir bo'lgandir. Qani boraylikchi, bilib olamiz hammasini. Umid qilamanki, hammasi joyida. Hoy, men keldim. Hammasi yaxshimi bu yerda? Sizlar nima qilib kelavinglar? Ha, shunchaki men hammani chaqirdim bu yoqqa. Telefon qilganmi deylar? Biz shetdamiz. Hamma kelganga o'xshaydi. Yaxshi. Unda do'stlar, sizlarga bitta gap aytmoqchiman. Men sizlardan uzr so'ramoqchiman hammanglardan. Iltimos, kechiringlar. To'xtang, lekin nimaga? Hammanglarni ishdan haydab yuborganim uchun bunaqa kichkina narsalarga urushmasligim kerak edi. Shuning uchun hammanglarni qaytadan ishga olaman. Bu juda ham yaxshi, lekin keling bir narsani gaplashib olamiz. Endi bundan buyog'iga tushunmagan ishingizga burningizni tiqmaysiz, xo'pmi? Ha, albatta. Va men bir narsani esdan chiqaraman. Men qishloqni boshqara olaman, lekin hech qanaqa dori yasashni bilmayman. Fermerlik ham qila olmayman. Hattoki shunchaki quduqni tozalash ham qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun men sizlarni hammanglarga qo'shimcha bonus qo'shib beraman. Ura, yaxshi. Hozirdan hammanglar ishlarga qaytishinglar mumkin. Uzr, kapot, seni ham ekiningni rasvo qildim. Oqjitil, meni davolaganing uchun ham rahmat. Ha, aytgancha mer, siz juda ham yaxshi ko'ryapsiz. Ha, men unga dori tayyorlab berdim. Shunday yaxshi odamni ishdan bo'shatibsiz. Ha, kelinglar, yaxshisi buni unutamiz. Bu bir oy oldin bo'ldi yoki umuman bo'ldi. Sizlar hammanglar ishlarga qaytishinglar mumkin. Ura, juda ham yaxshi bo'ldi. Qani jitillar nima qilib turibsizlar bu yerda? Boringlar, hammanglar o'zingizlarning ishinglarni qilinglar. Lekin endi ozgina qiynaladganga o'xshayman. 10 marta ko'proq ishlashim kerak. Chunki mer bu hammasini dabdalasini chiqaribdi. Hammanglar nima bo'lganda ham oxiri mer hammasini tushunganidan juda ham xursandman. Do'stlar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar, videoga ham like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat.